Videolarimdan biriga bir inson, agarda videolaringizni adabiy tilda olib borsangiz, videolaringiz rekka chiqarmadi deb yozibdilar. Kelinglar sizlar bilan aynan mana shuni eksperiment qilib ko'ramiz. Bugun sizlar bilan SPFlar haqida gaplashamiz. SPFlar o'zi nima uchun kerak degan savolga javob beramiz. SPFlar bizni quyoshdagi ultrabinafsha nurlardan himoyalash uchun kerak. Yuzimizdagi o'lik terilarni yangilab turish uchun kerak bo'ladi. Ikkinchi ko'p beriladigan savollardan bittasi SPFni kun davomida necha marta alishtirsam bo'ladi deb so'rashadi. SPFni kun davomida 2 marta alishtirishingiz, ya'ni yangilab turishingiz kerak bo'ladi. Bitta SPFni surganingizdan keyin SPF 6 soatgacha turib beradi. 6 soatdan keyin esa yana yangilashingiz kerak bo'ladi. Yana ko'pchilik uy bekalarimizning savollarimizdan bittasi bu: SPFni faqat ko'chada ishlatamizmi yoki uyda ham ishlatsak bo'ladimi deyishadi. Men ko'pincha uy bekalarimizga bir marta ishlatishni tavsiya qilgan bo'lardim. Sababi ko'chaga 15-20 daqiqaga bo'lsa ham uy bekalarimiz albatta chiqishadi. Mendagi bu SPFim Koreyadan keltirilgan SPF bo'ladi. Bu tabiiy oq guruchdan tayyorlangan. Yuzingizga sursangiz ozgina og'irlik qiladi. Yuzingizga yaxshi namlanib turib beradi. Yuzga yaltiragan effekt beradi. Xo'sh, sizlar nima deb o'ylaysizlar? Sizlarga ko'proq adabiy tilda gapirganim yoqdimi yoki Xorazm shevasida? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiringlar. Bu albatta men uchun juda ham muhim.